Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan webmaster kim o'zi, qancha daromad qiladi, qanday ishlanadi, shu savollarga javob topib chiqamiz. Bu bizning webmaster kursining birinchi darsi. Ya'ni bu kursimiz Xudo xohlasa YouTube kanalimizga joylab boriladi, har kun darslik. Sizlar shu darsliklarni o'rganib, mana shu webmaster, ya'ni onlayn sotuvchilikda daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, hozir men sizlarga bu kimlar uchun nimalar kerak bo'ladi, qaysi saytlar bilan ishlanadi, o'zi qanaqa ish, shu narsalarni tushuntirib beraman. Birinchi savolimiz webmaster kim? Webmaster bu bizda o'zbekchada tarjima qilganimizda desak, onlayn sotuvchi desak ham bo'ladi. Ya'ni siz uyda turib telefoningizdan yoki kompyuteringizdan xohlagan internetga kiradigan qurilmangizdan turib ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, onlayn sotuvchiligini tushundik. Endi nima sotamiz va biz o'zimizga o'sha mahsulotni sotib olib keyin sotamizmi yoki kimnidir mahsulotini sotish evaziga pul ishlaymizmi? Xo'p, men aytgan variantdan ikkinchisi to'g'riroq, ya'ni kimnidir mahsulotini internetda kanallarimiz bo'lsa yoki targetda tushunsak, Instagram, Facebooklarda reklama qilib sotsak, bizda komissiya ajratadi o'sha mahsulot narxidan. Buni men keyingi darslarda batafsil tushuntirib o'taman. Hozir esa bu sohani o'zini podrobni tushunib olishimiz kerak. Onlayn sotuvchi, buni ikki qismga bo'lamiz. Ya'ni bu birinchi qismda uyda o'tirgan holda telefon yoki notebookdan ishlasa bo'ladigan O'zbekistondagi onlayn mahsulot sotadigan saytlarda ishlash. Ya'ni onlayn sotuvchi bo'lib O'zbekistondagi onlayn mahsulot sotadigan saytlarda ishlash. Bu saytlar xuddi Amazon yoki Uzum Market deymizmi, mana shunga o'xshash saytlar bilan ishlanadi, faqat O'zbekistondagi. Bu saytlarni ham men bu yerda bir nechtasini ro'yxatini qilib qo'yganman. Hozir bularga ham to'xtalamiz. Hop, onlayn sotuvchi ikkinchi qismi nima? Bo'sh vaqtda bemalol ishlab yaxshi daromad qiladigan zamonaviy kasb. Ya'ni sizda asosiy ishingiz bo'lsa, bu ishni tashlamasdan, ya'ni kuniga 1-2 soat vaqt sarflab o'rgansangiz, o'rgangandan keyin ham 1-1,5 soatda reklamalarni yoqib, nastroyka qilib o'sha saytlar bilan ishlab tursangiz agar, oyiga bemalol yaxshi daromad qilsa bo'ladi va men qancha daromad qilishdan videoning oxirida aytaman taxminan. Ya'ni bo'sh vaqtimizda xohlagan payt 1-2 soat shug'ullansak bo'ldi kunida. 6-7 soatlab qolish shart emas. Shu 1-2 soatning ichida ham bemalol o'sha boshqa joyda ishlab topadigan oyligingizni topib qo'yishingiz mumkin. Xo'p. Endi bu qaysi saytlar? To'xtalamiz. Birinchi saytimiz alijahon.uz sayti. Ikkinchisi alibabashop.uz va Yuzka, hamma biladi bu saytni, va sotuvchi sayti va Inbaza sayti. Va bunaqa saytlardan O'zbekistonda adashmasam 20 tacha bor. 20 tacha saytni hammasi ham mana shunaqa CPI tarmoqlarida sizlarga komissiya ajratadi sotilgan mahsulotdan. Xo'p. Endi sohani boshlash uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda internet, ikkinchi navbatda telefon yoki kompyuter. Farqi yo'q, sizda qaysi bo'lishi, stolni kompyuter yoki notebook, telefon, Android, iPhone farqi yo'q. Hammasida bo'ladi. Hop, ijtimoiy tarmoqlar haqida biroz tushuncha. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda video yuklash yoki video ko'rish, bu asosan bizga target yoqishda kerak bo'ladi. Instagramda post yozish yoki video tashlash, shu narsalarni bilsa bo'ldi. Chuqurlashishi shart emas boshlang'ichlar uchun. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib yurgan inson tushuniladi. Va eng asosiysi xohish bo'lishi kerak. Ya'ni siz shu sohani o'rganaman deb kirib, bir ikkita ishlagandan keyin o'xshamasa tashlab qo'ymasdan, ya'ni borgan sari tajribangizni oshirib bo'lsangiz, tajriba oshgan sari daromadingiz ham oshib boraveradi. Va kuniga 2-3 soat bo'sh vaqt boshlang'ichda o'rganish uchun, ya'ni 15 kun davomida yoki 1 oy davomida 1-2 soatdan vaqt sarflasangiz agar, shu sohani o'rganib daromadga chiqa olasiz. Hop, va daromadi qancha degan savol. Daromad sizning harakatingizga va tajribangizga bog'liq. Ya'ni qanchadir o'rganganingizda qanchadir vaqt bo'ldi, masalan 6 oy bo'ldi, siz 6 oy davomida ishlab bordingiz va agar strategiya bo'yicha, biz o'rgatadigan narsalar bo'yicha o'rganib ishlab borsangiz agar, shu 6 oy ichida 6 marta boshlang'ich darajadan ko'ra 6 marta daromadingiz ko'proq bo'ladi. Albatta bu sizni o'sha agar target yoqadigan bo'lsa, ajratadigan byudjetingizga ham bog'liq bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi, sohani yangi boshlagan odam, student, ishchi farqi yo'q kim bo'lishini
kuniga 2-3 soat bo'sh vaqt ajratib bemalol ishlasa, oyiga kamida $300 dan ko'proq topsa bo'ladi. Hop, ya'ni bu degani agar sizda ortiqcha $100 yoki $50 pulingiz bo'lsa, siz o'sha pulni agar hozir target sohasini bilsangiz, target qilsangiz shu mahsulotlarga, u pulingiz kamida 3 barobar bo'lib foydadan qaytadi. Ya'ni $50 sarfladingiz bu sohada, sizga $150 foyda bo'lib qaytdi. Endi pulim bo'lmasa boshlay olmaymanmi degan tushuncha bo'lmasligi kerak, chunki bitta targetda emas, Telegram, YouTube, OLXda sotsa bo'ladi, bepul reklama qilib. Ularda hamisha $300, $400 gacha topsa bo'ladi bir oyda bemalol. Maksimal qancha topish hammaning o'ziga bog'liq va harakatiga ham bog'liq. Bir kun ishlab, bir hafta ishlamasdan, mana shunaqa bo'lib yursa agar, harakat qilmasdan, albatta daromad kam bo'ladi. Har kunlik mahsulotlarni analiz qilib, targetga test yoqib, shunaqa narsalar qilinsa, albatta $500, $1000 gacha topsangiz bo'ladi bemalol. Undan ko'proq ham. Darsimizning oxirida men o'zimizni Telegram kanalimizni sizga tavsiya berib o'tmoqchiman. Bu Telegram kanalimizda hafta davomida sotilayotgan eng ko'p mahsulotlar va shogirdlarimizning natijalarini ko'rib borishingiz mumkin. Undan tashqari, bu kanalimizda sizga manfaatli bo'ladigan ma'lumotlar va YouTube'da chiqmaydigan darsliklar ham tashlab boriladi. Telegram kanalimizning silkasi videoni kommentariyasida va opsiyasida bo'ladi. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va sizlarga o'xshagan boshqa sotuvchilar bilan ham networking qilish uchun yaxshi gruppamiz ham bor.